Assalomu alaykum o'quvchilar. Azizlar, qalasizlar, yaxshimisizlar? Xo'p, bugungi o'tiladigan mavzumiz 34-unit Would you like and I would like. Xo'p, would you like iborasini o'rganar ekanmiz siz bilan. Would you like iborasini eshitganingizda siz shu kungacha nimani nazarda tutgansiz? Xo'p, endi bugun agarda sizda noto'g'ri tushunchalar paydo bo'lgan bo'lsa, buni shu yerda to'g'rilab ketamiz. So, would you like iborasi bu do you want so'ziga teng bo'ladi. Do you want gapiga teng bo'ladi. Ya'ni nima degani? Siz xohlaysizmi? Biror narsani offer qilganingizda ishlatishingiz mumkin would you like iborasini. Misol uchun bu yerda bir nechta misollar bor, ko'rib ketamiz. Avvalambor rasm bo'yicha gaplashamiz sizlar bilan. Qarang. Would you like a chocolate? Sen shokolad xohlaysanmi, shokolad xohlaysanmi? Yes, please. Beravering. Xo'p, deyapti. Okay. We use would you like to offer things. Biror narsa taklif qilganda biz would you like iborasini bemalol o'ylanmasdan ishlatishimiz mumkin. Xo'p, would you like iborasini ishlatar ekanmiz, bu yerdagi misollarni ham ko'rib ketamiz. Would you like some coffee? Biroz kofe xohlaysanmi? No, thank you. Yo'q, rahmat. Would you like a chocolate? Sen shokolad xohlaysanmi? Yes, please. Ha, xohlayman. What would you like? Tea or coffee? Endi ikkita option kelyapti bu yerda, ikkita tanlov. Sen nima xohlaysan? Choy yoki kofe, a? Endi tea please desa, demak choyni xohlayotgan bo'lar ekan bu yer. Okay. Xo'p, ikkinchisi. Ikkinchi holat qanday holatda keladi? Invite somebody. Biror kimni taklif qilishda ham ishlatsak bo'ladi biror narsaga. Xo'p, would you like to bilan boshlanadi. Bu ham albatta. Would you like to go for a while? A? Xo'p. Sen piyoda borishni xohlaysanmi? Would you like to eat with us on Sunday? Xo'p, biz bilan yakshanba kuni ovqatlanishni xohlaysanmi? Eat with degani biz bilan ovqatlanishni xohlaysanmi degani. Xo'p, demak unga nima qilyapti? Taklif beryapti. Invite qilyapti, taklif qilyapti. Taklif berish ma'nosida ham ishlatsak bo'lar ekan. Yes, I would love to. I would love to eat with you degan so'zga teng bo'laveradi. Yes, I would love to desangiz qisqa formati bo'ladi. Endi buni to'liq formati esa I would love to eat with you ga teng bo'lar ekan. Xo'p, keyingisiga qaraymiz. What would you like to do this evening? Bugungi kechki payt nima qilishni xohlaysan? Kechki payt nima qilishni xohlaysan degan narsani so'roq shaklida taklifini beryapti. Keyingisi, qarang. I would like iborasini ishlatar ekansiz is a polite way to say I want. Ya'ni men xohlayman deyishning juda ham iltifotli, yoqimli ko'rinishi I would like iborasi hisoblanar ekan. Xo'p, I would like iborasi I would like, ya'ni qisqartirilgan shakli ham bor bu yerda. Mana ko'rib ketishimiz mumkin. Bu I would like ga teng. I would like ga teng bo'lar ekan. Xo'p, endi bu yerda bir nechta misollar bor, buni ham ko'rib ketamiz sizlar bilan birga. I am thirsty. Men chanqadim. I would like a drink. Men nima xohlayman? Ichimlik, suv xohlayman demoqchi. In a tourist office da bo'layotgan hodisa, ya'ni gaplardan biri. I would like some information about hotels, please. Men ma'lumotga ega bo'lishni xohlayman, bir nechta ma'lumotga ega bo'lishni xohlayman. Mehmonxona haqida iltimos ma'lumot bera olasizmi degan gapni o'rnini bosib keta olish uchun shuni ishlatsa ham bo'laverar ekan. I am feeling tired. I am feeling tired. Men o'zimni charchagan his qilyapman. I would like to stay at home this evening. Bugun kechki payt uyda qolsam bo'ladimi? Uyda qolishni xohlayman deyapti. Okay, sorry. Uyda qolishni xohlayman degan narsani ishlatyapti. Xo'p. Would you like and do you like? Ikkalasini qanchalik darajada bir-biridan farq borligini va uni qanaqa holatlarda ishlatishimizni ko'rib ketamiz shu yerda. Would you like? I would like. Hop. Would you like some tea? Yes, please. Would you like some tea desam, misol uchun choy xohlaysizmi desam, yes, please. Ha, iltimos deyilgan gap, ya'ni uni xohlashini bildiradi. Endi do you like bilan bersam, mana bu tomonga e'tibor berishingiz mumkin. Do you like bilan bersam, do you like tea desam, yes, I do. Chunki bu present simple zamonida kelyapti. Shuning uchun buni qisqa formati ha, yoqtiraman degan narsani berishimiz kerak. Sen choyni yoqtirasan? Yes, I do. Ha, yoqtiraman. Endi ikkinchi varianti, unga offer qilamiz, taklif beramiz. Would you like some now? Biroz xohlaysanmi hozir? No, thank you, not now.
rahmat, hozir xohlamayman degan tanlovni, ya'ni javobni beryapti. Xo'p, bu tomonga qaraymiz endi. Would you like some tea? Do you want some tea? Ya'ni ikkalasi bir-biriga sinonim so'z hisoblanar ekan, gap hisoblanar ekan. Xo'p, would you like to go to the cinema tonight? Bu so'zni endi boshqacha formatda ishlatsak, do you want to go tonight degan so'zga teng bo'ladi. Ya'ni ikkalasi ham xohlaysanmi degan narsani beryapti. Endi would you like bilan aytishingiz biroz polite ko'rinishda bo'ladi. Iltifotli, yoqimli ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, ikkinchisini ko'ramiz. I would like an orange please. I would like an orange please. Ya'ni men nima xohlayman deyapti? Orange apelsin xohlayman, iltimos deyapti. Can I have an orange degan gapga teng bo'ladi bu gapimiz. What would you like to do next weekend? Nima qilishni xohlaysan keyingi hafta degan savol bilan bu gapimiz yakunlanyapti. Xo'p, bu tomonga o'tadigan bo'lsak, endi do you like tea? Teani yoqtirasanmi choyni? Do you think tea is nice? Seningcha choy yaxshimi degan ma'noni ikkalasi bir-biriga teng deb olsak bo'laveradi. Do you like going to the cinema? Sen sinemaga borishni xohlaysanmi kinoga? Kinoga borishni xohlaysanmi? Ya'ni xohlaysanmisa, kinoga borishni yoqtirasanmi? In general holatda umuman olganda shunaqa beriladi. Yes, I go to the cinema a lot. Ha, men kinoga boraman ko'p. Kinoga ko'p boraman deb turib aytyapti. Ya'ni bu yoqtirishini ifodalab ketyapti bu holatda. I like orange in general. General holati. Men orange'ni yoqtiraman. What do you like to do at weekend? Nima qilishni yoqtirasan? Haftani oxirida degan so'zni ishlatilib ketyapti bu yerda. Xo'p, endi bundan keyingi qismlari exercise qismi, mashq qismi. Mashq qismida ham bir ikkita qismini gaplashib ketamiz. Qolgan qismlarini, ya'ni o'zingiz practice, self study qilishingiz kerak. Self study bu sizni juda ham bilim darajangizni o'zingiz oshirishingizga va tushunishingizga yordam beradigan bir uslub hisoblanadi. Shuning uchun bu yerda bir ikkita mashqlarni tushuntiramiz, qolganlarini o'zingiz bajarib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, 34.1. What are the people in the picture saying? Xo'p. Bu rasmdagi odamlar nima deyapti? Would you like bilan berish kerak. Xo'p, nima deyishini aytib ketamiz. Qarang. Rasmga qarab turib, men bu gapirayotgan gapni izohlab ketishim kerak bu yerga qo'yib. Birinchisida would you like a chocolate? Ya'ni shokoladni ko'rsatyaptidan keyin sen shokolad xohlaysanmi deyapti. Ikkinchisida olma ko'rsatib would you like some fruit? Biroz olma xohlaysanmi deb turib aytishimiz mumkin. Would you like some tea? Would you like some tea? Tepada ham keyin sen choy xohlaysanmi yokida mana shu joyda sen choy xohlaysanmi yokida kofe xohlaysanmi degan joylari ham keldi, lekin bu yerda menimcha bu choy shekilli yokida kofe. Ikkalasidan bittasini ham olsangiz bo'laveradi. Would you like some tea or coffee? Okay? Xo'p. Shunday holatda bo'lar ekan. Qolganlarni ham o'zingiz yozib qo'ysangiz bo'ladi. Asosan ular ko'tarib turgan narsaga qarab turib nimani xohlashini aytib ketsangiz bo'lgan. Uchala narsaga. Xo'p. 34.2. What do you say to Shu in this situation? Bu situatsiyada, bu holatlarda siz nima deyishingiz kerak? Shuga qarab turib. Ya'ni shu bu yerda ism. Siz shuga nisbatan bu holatda nima deyishingiz kerak? Use would you like dan foydalanib gapirishingiz kerak. Would you like to degandan keyin albatta uni orqasidan fe'l kelishi kerak. Bu yerga doim fe'lning birinchi shaklini qo'yib ketishimiz kerak. Bu ham bir qoida bo'la qolsin. Xo'p, you want to go to the cinema tonight? Sen kinoga borishni xohlaysan kechki payt. Perhaps ehtimol she will go with you. Ehtimol sen bilan shu birga boradi. Endi men u shuga borasanmi, xohlaysanmi degan narsani aytib qo'yishim kerak. You say, men aytaman. Would you like to go to the cinema tonight? Kechki payt birga kinoga borishni xohlaysanmi? deb turib, unga offer qilib qo'yaman bu. Xo'p, ikkinchisida you want to play tennis tomorrow. Ertaga tennis o'ynamoqchisan. Perhaps ehtimol will play too. Shu will play too. Shu ham o'ynar. Endi unga ham tennis o'ynashini offer qilib qo'yishim kerak. You say, would you like to play tennis?
tomorrow deb qo'ysam, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi va bu yerga yozishimiz kerak bo'lgan gap bo'ladi. Va siz 3-4 ni o'zingiz bajarib qo'yishingiz kerak. Xo'p, 34 which is right. Qaysi biri to'g'ri? Siz uni aniqlab olishingiz kerak. Bu tepadagi qanchalik darajada tushunganligingizni bildiruvchi mashq hisoblanadi. Xo'p, bu yerda do you like ni o'chirib yuborgan birinchi formatdan nima sababdaligini tushuntirib ketaman. Would you like a chocolate? Shokolad xohlaysanmi? Do you like? O'chirib tashladim. Endi nimaga qarab o'chirib tashladim? Chunki javobida yes please kelyapti. Odatda biz would you like bilan bersak, ko'p holatlarda yes please degan javobni olamiz. Shuning uchun men would you like ni to'g'ri formatda deb tanladim. Agar do you like bilan berganimda men qanday javob kutishim kerak edi? Do you like bilan bersam, present simple javobini kutishim kerak. Yes I do yoki yes I love it degan javobni olishim kerak. Xo'p, qarang, ikkinchisida do you like yokida would you like bananas? Sen bananlar xohlaysanmi deyapti ikkinchisida. Birinchisida sen bananni yoqtirasanmi deyapti. Xo'p, endi bu yerda yes I love them deyapti. Demak, buni javobidan kelib turibdiki, ya'ni biz do you like ni olishimiz. Do you like ni olamiz, chunki javobi boshqacha holatda kelyapti. Agarda would you like bananas deganda yes please deb kelgan holatda bo'lsa, biz would you like ni olishimiz aniq edi. Yoki no thanks degan holat javob berilgan bo'lganda ham would you like da olsam bo'laveradi. Lekin bu yerda present simple da javob qaytarilyapti. Ya'ni sen yoqtirasanmi desa, ha, ularni yoqtiraman. Xo'p, o'zbekcha ma'no jihatdan ham bir-biridan farqlasak bo'laveradi. Qarang, sen bananlarni xohlaysanmi desam, ha, men ularni yoqtiraman. Biroz mantiqqa tushmaganday javob bo'lib qoldi. Xo'p, sen bananlarni yoqtirasanmi desa, ha, men ularni judayam yoqtiraman. Demak, bu maqsadga muvofiq javob bo'ldi. Demak, biz do you like ni olishimiz kerak. Shu tartibda siz javobga qarab turib, uni nimani olishingizni fikrlab yozib ketsangiz bo'lar ekan. Xo'p, keyingi mavzumiz do this, don't do that, let's do this bo'lar ekan. Xo'p, o'rtoqlar, do'stlar, keyingi safar ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xo'p, mavzu tushunarli bo'lgan bo'lsa, biz xursandmiz. Okay. Take care.